Mana Isqirtvatchani iflosli gapini eshitdinglar. Bunaqalar nima o'zicha o'ylaydi, chetga chiqib, xohlagan gapimni gapirsam bo'laveradi. Bular hech narsa qila olmaydi deb o'ylashadimi deyman-da. Bu iflosni olib kelib O'zbekistonda jazolash kerak. Olib kelib jazolashinglarni kutamiz. Endi bor o'zicha karlaydi, onangizga vataningni kutigasiga. Bitta gol ham ura olmaydigan vataningni kutigasiga. Sandagi amladan chiqadi. Vataningni kutigasiga. Bitta gol ham ura olmaydigan o'zbek erkaklarini kutigasiga. Vataningni kutigasiga ejalat. O dalboyoqlar. Senlarni O'zbekiston nima edi? Kutiga ilmaydi. Ha? Ronaldo kutinga siki bordi-yu, onangizga. Yana bor yuta olmasang jahl qo'yishingga o'ylayman. Voy qotib qolsa yutaman deb o'ylayapmidilaring. Jinni turibdi. Ha? Nimaga borasanlar? Ha? Nimaga borasanlar? Sen o'zbeklar borib, mana shundan boshqa narsa bilmaysanlar. Sanlar mana shu nima edi? Karisi quli bo'lib, mana bunaqa profilni qo'yib olib, angilab yurishdan boshqa narsani bilmaysanlar. Sanlar bitta joyga boribda bir gol urib, bir anaqa bo'lib ketadigan davlat masala, sal buqsanlar. Buqsanlar, onangizga. Buqsan, o'tqotolar, ha? O'ynash bilan, jalab bilan sanlar bo'lganing shu. Kirib olib borib TikTokda, kopra TikTokida vala qilishdan boshqa narsani bilmaydigan o'zbek sassiq millat sanlar. Onangizga yana borib yutolmaganiga jahl qo'yishga o'ylayman, bu chiqolam. Kutinga siki bordi Ronaldo. Kutinga borib, ya qarib borib yoshi bir joyga borib qo'ygan Ronaldoni ham borib yutolmasdan kutinga siki jo'rab qoldi. Voy tomosha qildi. O'g'limda o'zi sallarni olmasdi. Ana sallarni olmasdi. 20 tachani davlatda anaqa qilib qo'shib olibdi bu safar. O'zi 32 tani 3-mi 4-chi o'rinni olmasa, sal xoromda bor, anaqa bo'lardilar. Qo'yib ketadilar. Sallar kim sallar? O'zbek sallar-ku. O'zbek sutay sallar. Sallar bitta gol urarmidi? Mullalar sallar o'tirib olibdi, mullachilikni yoqib olib, xudoni yoqib olib. Ana xudovachchang bor, nima yordam bermadi? Hech bo'lmasa bitta gol urishga yordam bersa bo'lardi. Xudovachchang. Ha? Ana Alloh qilib yurasanlar, ana Allohvachchang. Bitta gol urishga yordam bersa bo'lardi. Kutiga minib sallar. Ha? Kutiga minib dedi. Ronaldo kutiga 5 marta qildi. Asalan, Ronaldo bu o'zbek erkaklarini kutiga borib 5 marta qildi. Allohga, maza qildi ham bor. Shunaqangi to'nqayib berdi. Mana o'zbek erkaklari bor, asalan Ronaldoga shunaqangi to'nqayib berdi. Yo, to'nqatirib tazallalar. Onangiz kaylar, ular bitta gol ham bor ura olmading-a? Ronaldoni hech bo'lsa bir marta bo'lsa ham bor sikka olmadilaring-a? Ha? Bir marta bo'lsa ham sikka olmadilaring-a? Ronaldo bor o'zbek erkaklarini kutiga borib 5 marta sikka o'zi ham. Ha, zolim. O'zbek erkaklari shunaqangi to'nqayib berdi ko'rsangiz. Onanglar, bunga bor, onanglar sali bundan bo'lish bo'lganing shu salli. Endi saliga rahim qilib borib, chiqazib qo'yibdi-da. To'nqayib berdilar.